Telefonidan xabardor bo'lib turish kerak. Telefon masalan Telegram kanalida aylanadi bu narsalar. Har xil bot kanallar orqali telefonini o'sha galereyasiga kirganda ham har xil rasmlar chiqishi mumkin. Masalan, qanaqadir mana stavlarni tagi, o'tlarni orasi, reshotkalarni rasmlari, o'sha rasmlarda strelkalar bo'ladi yoki kod nomerlar bo'ladi. Masalan, o'sha narsalardan bilsa bo'ladi. Telegramning o'ziga kirganda har xil botlar bo'ladi. O'sha botlarni masalan erinmasdan tekshirib ko'rish kerak, nima bot u. Mana bunaqa metka qilib qo'yadi. Mana shuni tagida bor, botda o'zi buni kim qo'ydi? Sotuvchi qo'yadi? Kladmen qo'yadi, sotuvchi emas. Kladmen mana bunaqa narsa bor. Kladmen degani u ekuvchi bo'ladi. Tovarni ekib yuradi. Undan oldin skladmen degani bo'ladi. U tovarni uyda saqlaydi. Katta gramlar. Bu zanjir demak. Zanjir. Ular mana masalan skladmendan oldin povur turadi, oshpazi turadi, tayyorlaydigandan oldin katta ba'zilari yetkazib beradigan, ximiyani yetkazib beradiganlar bo'ladi. Bular hech qaysi bir-birini tanimaydi, faqat onlayn ravishda suhbatlashishadi. Bu boshqaruvchilari aslida Rossiyada, Dubayda o'tiradigan odamlar bo'ladi. Hamma narsa bor kanalda. Nasha sintetika, nashani eng arzoni 500 ming, 600 mingdan boshlanadi. Sintetika hozir основной. Sintetika ham yomoni ham. 400 mingdan boshlanadi. Ketdi $100, $200, $500, $1000. Agar kattaroq pul to'laydigan bo'lsangiz, o'zingiz aytgan joyga tashlab ketadi. $500, $400 oshiq pul to'laydigan bo'lsangiz, o'zingiz aytgan ishonchli joyingizga qo'yib ketadi. Hech kim puliga qarab. Hech kim shubhalanmaydimi atrofdagilar? Endi shunaqa ishlashyapti-da ular, aqlli bo'lib ketganda, har xil yo'l bilan bir qadam oldinda kimdirlar dastavshik bo'lyapti, masalan, mopedda yuradi. Xuddi dastavga kelganda bo'laysiz. Keladi, mana shu yerda turadi, telefonida shu rasmni oladi, ishini bajaradi, ketadi. Kimdirlar ertalab saharda qiladi, odam kam paytda, bomdoddan keyin chiqishadi kun yorishga. Kimdirlar podyezdni, hamma kanal har xil roli bor-da o'zini. Kimdirlar shu podyezdlarning ichiga qo'yadi, shitlarning orasiga. Giyohvandlik kabi illat odam tanlamaydi, millat tanlamaydi. Xumori tutganda orini, nomusini, g'ururini unutishi tabiiymi? Bugungi hikoyamiz qahramoni ham ziyoli oiladan. Oiladagi 3 nafar farzandning to'ng'ichi, yagona o'g'il. Kollejda o'qiyotgan vaqtida sho'xlikdanmi, zerikkandanmi giyohvand moddalar iste'mol qila boshladi. Keyin esa yoshim 37 da, oilaliman, 3 nafar farzandim bor, ota-onam bor, 2ta singlim bor. Oilada katta farzandman. To'ng'ich farzand va yagona o'g'il. Va yagona o'g'il, shunaqa desa ham bo'ladi. Maktabda boshlang'ich 7-8 sinfgacha yaxshi o'qish olib borganman. Va o'g'il bola bo'lganmiz-ku, koridorda kopto tepib, mana shunaqa bitirganmiz. Keyin bu yog'iga 9 sinf bitirish arafasida uje sho'xliklar boshlangan. Atrofimizdagi yigitlar ularga havas qilib, sinfdoshlarga havasiz. Sinfdoshlarga havas qilib. Nimasiga havasiz kelgan? Shu ko'cha bezoriligiga havas qiladi-ku o'sha yoshda odam. O'sha yoshda bilmayman, qanaqa o'tish davri bo'ladi-yu. Meniki bu yoqqa menimcha o'tib ketgan bo'lsa kerak, men shuni hisoblayman. Men Politexnikiy kollejga kirganman. Texnikumda. Texnik kollejga kirdim. Texnik kollejga kirdim. 9-sinfni bitirib? 9-sinfni bitirib kirganmiz. Menimcha shu yerda pravaga ishqiboz bo'lganman, chunki o'sha davrda haydovchilik guvohnomasiga ishqiboz bo'lib, bitirsam sirazi olar ekanman degan tushuncha bilan haydovchilik guvohnomasini ham oldin boshqa. Demak, o'sha kollejda shunga o'qitishadi. O'shancha kirgansiz. O'qitishgan. Lekin u kollejni ham bitirmadim. Chunki o'sha boshlang'ich qiziqishim ko'chaga ta'sir qilib qo'ygan deb o'ylayman. Kollejni ham unaqa a'lo baholarga bitirmaganman. Menda birinchi qadam shu qiziqish, menimcha hamma aybni o'sha davrda, men misol uchun iste'molda yurgan davrimda hamma aybimni otamga, onamga, yaqinlarimga to'nkaganman, lekin xato qilgan ekanman. Nima deb to'nkagansiz? Menga tarbiya, e'tibor berilmagan, vaqtida qanaqadir nimamnidir qoplab berishmagan, mashina olib berishmagan, yaxshi o'qishga pulim ajratib kirgizib qo'yishmagan, o'shaning uchun men iste'mol qilib qo'yganman degan tushunchalar bilan ovora bo'lib davom etib boraverganman. Menda shunaqa o'tgan, meni hayotim shunaqa o'tganki, bu iste'molga kirib keldim. O'sha aptechniy narkotik deb nomlanadi hozirgi kunda bizda ko'cha tilida. Sintetik aptechniy tabletkalar nomlanadi. Siz nashadan tabletkaga o'tdingiz? Nashadan tabletkaga o'tganman. Nasha iste'mol qilib yurardim, lekin men o'sha hammadagi bitta fikrda bo'lganman, bu narkotik emas. Tabletka. Nasha, narkotik emas. Xohlagan paytim chaka olayman, xohlagan payt tasha olayman.
tashlay olmayman. Tabletkaga qachon kirib keldim, men bilardim xato sochishni, lekin bitta narsa aytib o'tmoqchiman sizga. Men o'zimga o'zim so'z bergan inson edimki, mana shu tabletkani men og'zimga olmayman. Chunki men etdan betdan eshitganim qanaqa yomon narsaligini. Birinchi iste'molimni o'zimda qanaqadir o'zi supermendek his qildim. Menga bu yoqyapti. Deydi, men buni topshonson, aptekada sotadi. Haligi barigiga pulni ber, uni kut, unaqa narsalar yo'q. Narxi ham arzon deb shunaqa qilib kirib kelganman xullas, bu etapga. Xullas men 2 yil kontrol qildim. 2 yil ichida dozam juda ham yuqori darajaga ko'tarilib ketdi. Uyindagilar gapirishardi, otam. O'shanda sezishdimi uydagilar? Sezishardi, lekin menimcha uydagilar bilasizlarmi, sezadi. Giyohvandlik asta-sekin boshlanib, surunkali davom etadi. Giyohvand moddalar organizmni ruhiy holatini shunchalar salbiy oqibatlarga olib keladiki, inson oxiri tanazzulga uchrashi mumkin. Narkomaniya o'z mahbusini shunchalar qamrab oladiki, uning o'yi xayoli faqat xumorini bosishda bo'ladi. Odatda oila a'zolari uni dorisi tugab qolganda yoki xumori kuchayib ketgandagina payqashar ekan. Shu rostmi? Siz hozir addiktolog shifokor sifatida faoliyat yurityapsiz. Tomoshabinlarga izoh berib o'tamiz. Addiktolog shifokor kim? Addiktolog deb atalar ekan o'zi bu yo'nalishda faoliyat yuritayotganlar. Addiktolog degan shu yo'l ko'rsatish, yordam berish, yo'l ko'rsatuvchi. Shunaqa, imini mana shu nima bo'yicha? Giyohvand moddalarni, giyohvandlikka ruju qo'yganlarni yo'ldan qaytarish uchun yo'l ko'rsatuvchilar addiktolog deb ataladi. Shunaqa. Bu narkomaniya, igromaniya, alkogolizm bu kasallik, bu xronический kasallik, bu bir qancha qo'rqinchli simptomlarga ega bo'lgan kasallik, bu o'sib boruvchi kasallik. Bu kasallikni butunlay voz kechib bo'lmaydi bu kasallikdan. Bu kasallik inson bilan yuraverishi mumkinmi? Yurishi mumkin, faqat bu kasallik nazoratga olish mumkin. Yoshim 29 da. 12 yildan beri iste'mol qilganman, shu 18 yoshimda. Giyohvandlik vositalari birinchisi shu nashadan boshlangan. Keyin shu tabletkalar kirib kelishni boshlagan. Boshida o'zi bu nashani kayfi yoqmasdi, odamni og'ir qilib qo'yardi va nashani qilib ko'rganimdan keyin baribir o'zimni kayfimni qidirishda davom etganman deb menga tushadigan narsani. Endi shu mahallada tanishlar, u bularni ko'rganmiz, ular iste'mol qilishgan, u bolalarga biz havas qilardik. Nimasiga havas qilgansiz? Misol puli bor, biz havas qilgan o'sha paytdagi mashinalarni haydashgan. Misol uchun, biz havas qilgan misol o'sha oliygohlarda o'qishgan, biz havas qilgan misol uylarda yashashgan deymizmi. Havas qilgan odamingiz bo'ladi-ku, misol kumirmi. Shu odamni iste'mol qilgan misol ko'zimiz yonida. Shuning uchun o'zini yo'qotib qo'ymay, boshqa qilib endi qatdan pul topgan bizga qorong'u-yu, shu narsani qilib yursa Krutoy bo'ladi. Krutoy bo'lar ekan degan narsa shakllanganda miyamizda. Shu biz ham qiziqib ko'rganmiz, lekin ichmaganman. Misol kimdirlar ichkilikdan boshlasa, bizda shu giyohvandlik nashadan boshlangan, lekin menga yoqmagan. Ma'sum Tohir, yoshim 33 da. 15 yildan oshiq iste'mol yurganman. Shu Sir bo'lmasa yengilidan tortib og'irigacha hammasida. Hozirgi chiqayotgan yengillardan ham eski shu nashadan boshlangan ichkilik, ko'knori qora, geroin, kokain, hozirgi sintetikalar, aptechniy tabletkalar hammasidan bo'lgan. Har xil davo yo'llaridan foydalangan. Davlat больницasidan o'tganman. Частный klinikalardan ham o'tganman, faqat o'rnini alishtirganman. Nimani o'rnini? Tashlasam, masalan, geroinni tashlasam, boshqasiga o'tganman. Og'irroqga o'tgansiz yo yengilroq? Og'irga o'tgan, yengilga o'tganman, lekin iste'molsiz yurmagan. Endi pulni qayerdan olgansiz sir bo'lmasa? Siz tadbirkor. Bozorda bo'lgan ishim. Hamma narsa qilib ko'riladi, narkomandan pul topish uchun. Hamma yo'l. Harom narsa ham aralashib ketaveradi. Hamma narsa qilib ko'radi. Shu narsasiga erishsa bo'ldi. 2020-yili shu kuchlilarni yig'ishtirganman. 2023-yilgacha shu o'zimni yuzaki nazorat tushab yurganman. Baribir orada shu 2023dan keyin sintetikalarga ilashdim. Bu narsa уже основной biologik emas,
psixologический. Bu yo'lga kirishishi meditsinada ham aytadi, ya'ni o'sha fanlarda ham aytiladi bir qancha. 3 ta yo'li bor. Hop. Bu gendan o'tishi mumkin. Ikkinchi etapi shunaqaki, yoshlikka travmalar. Uchinchi sababi tashqi muhit bo'lishi mumkin. Ko'cha, tashqi muhit, qiziqish, bitta iste'moldan keyin qiziqib qolish, yana keyingi iste'molga qiziqish, ko'cha hayotiga qiziqib qolish yoki boshqa hayotga qiziqib qolish. Mana shu narsalar ham qaramlikka kirib kelishga sabab bo'lishi mumkin. Sizni jarohatingiz nima bo'lgan deb o'ylaysiz? Siz nima uchun bu yo'lga kirib ketdingiz? Mani jarohatim qiziquvchanlik bo'lgan, to'qchilikdan bo'lgan. Shu ko'cha muhiti ta'sir qilgan. Yosh ko'chaga qiziq ko'chaga chiqib ketilgan. Bozorda bo'lgan, savdo sotuvda Qo'lingizga pul bo'ldi. atrof muhitim iste'molchilik bo'lgan ko'p. Bu qiziqishdan boshlangan, shu yengildan boshlangan, keyin ketdi, u yog'i kirib ketilgan kuchlilarga. Boshlaganda qiziqishdan boshlanganda shu. O'rtoqlaringiz. Shu tug'ilgan kun bo'lgan, bola piyo ichishgan, piyo ichib ko'rganman, yoqqan menga. Keyin shu tug'ilgan kun payti, keyin shu kollejni bitirib, shu magazin ochganimda shu narsa chakish boshlaganman-da men. Kech payt chakardim, menga qanaqadir charchog'im olardi. Keyin ertalab turganimda shu chiqishga ketishimdan oldin yana chakardim-da, o'shanda qanaqadir shu paytda o'sha narsani rozib periood deyilgan, menga energiya berardi, odamlar bilan suhbatlashardim, savdo qilardim, zerikmasdim. Qanaqadir boshimda muammoim bo'lsa, ko'p o'ylamasdim. Значит, mana shu ekanni yechimi deb o'ylaganman o'sha paytda. Keyin tabletga chiqqan. Tabletga ichsam, nashidan ham ko'proq yoqqan tabletga. Oqibatda shu qarasam, ichmasam, shu tabletlarni ichmasam, harakatlana olmayapman. Dangasalik bo'lyapti. Hafsalangiz yo'q. Hech narsa. Ishga borishga hafsalam yo'q. Ayolim arzimdan yetti narsani adasman. Mana qorinchisi jahl qilib tashlayman menga, yoqmaydi menga. Holsiz bo'lib ketaman, ishtahalarim yo'qolib ketadi. Ota-onam ishib yursa, jerk tashlayman. Menga ish buyurmaydi deyman. Demak, ota-onangiz faqat siz tabletka iste'mol qilmaganingizda seza boshlashgan holatingizni. Men ota-onam mana shu 10 yil bilishmagan, iste'mol qilganim. 10 yil bilishmagan. Endi ixtiloftirmaganman. Yo'qda uydan plan olib chiqib ketmagansiz-da? Bo'lgan, shunaqa narsalar ham bo'lgan. Oxiri mana shu skorsam chakish boshlaganimda ayolimni qo'liga taqib yuradigan uzuvsini ham даже olib chiqib sotib, shu iste'molimga ketganman. Giyohvandlik asr vabosi degan ibora to'g'rimi bugungi kunda? Albatta to'g'ri. Vabodan ham kuchliroq nimaga olib keladida. Mana hozir yigitlar gapirib berishdi. Nimalarga olib kelishi mumkin? Bu зависимость deyiladi. Qaramlik. Bu narsaga o'rganib qolish. Qanchalik deylik, vabo deylik yuqsa o'ladi ketadi. Lekin hozirgi bugungi kunda dolzarb bo'lib turgan mana bu sintetik giyohvandlikka qaramlik yillar davomida yashab, ana shu tiriklayin o'lgan holda yashashi mumkin. Tirimurda. Tirimurda mana sizga tushuntirib berishga hozirgina aytib o'tishdi. Deylik narkotik modda, deylik o'sha geroin shaxsni bir 20% ga buzishi mumkin. Lekin sintetik mana hozirgi kunda yoshlarimizni afsuski diqqatini tortayotgan mana shu sintetik narkotik shaxsni 90%, 90-95% gacha yo'qotishi, buzishi mumkin. Xullas, iste'mol qilmasam bo'lmaydigan ahvolga tushib qoldim. Uje majburligimdan ichib yurishni boshladim. U bu kimga ziyonim tegib qolmasin. Uje meni hayotimning bitta bo'lagiga aylandi bu narsa. Qaramlik. Tabletka ichib yurish, u meni uje hayotim. O'rtancha akamni iste'mol qilishini bilib qolyapman orada. Bilaman-ku tabletka ichgan odam bilan ichmagan odam qanaqa bo'lishini. Uje men bilaman 100% akam iste'mol qiladi. Uje akam nervini boshqa qilib yurganda, men uje bu endi ichmayapti, значит, lomka bo'lyapti. Boshqa deb menda pulim bo'lib qolgan payt ko'p olib qo'yardi. Menda uyda bo'lardi. Keyin sekingina akamga bildirmagan holda mana nima narsa menga tushib qoldi qo'limga. Oshna og'aynilaring yo'qmi shu narsani iste'mol qiladigan?
xohlasang berib yubor deb qo'liga berishni boshlaganman birinchi man jon deb olgan qo'limdan. Akangiz oilalimi? U payt oilali emas edi. Hozir oilali. Hozir oilali. Sizchi oilalimisiz? Yo'q. Yo'qotgan narsalarimdan ham bittasi shu. Misol meni akalarim ham hammasi 20 yoshda uylangan, adam 18 yoshda uylanganlar. Bizning oilamizda hech kim unaqa 28 yoshgacha qolmagan. Men yo'qotgan narsalarimdan bittasi ham shu. Yana vaqtim qanaqa o'tib ketganini bilmadim. Uylanishga harakat qilmadim. Yo'qmasam hamma narsamiz bor, sharoitimiz bor. yana yo'qotgan eng katta narsangiz nima? Otamning o'limlari. Otamni yo'qotdi. Mana biz ota-onalar bilan ishlab kelyapmiz shu Ha. paytgacha. Ota-ona biladi, faqatgina qo'rqadi. Nimadan qo'rqadiki? Haqiqatdan ham farzandim narkoman bo'lib qolibdi yoki qaram bo'lib qolibdi deb o'zini ishontirishga qo'rqadi. Tan olishdan Tan olishdan qo'rqadi. Bizda kuzatishda davom etadi yoki bo'lmasam qanaqa nasihat beradi. Nasihat bilan yordam berishga harakat qiladi. Boshim og'riyapti yoki meni uyqum kelyapti desa qanaqadir boshqacharoq harakatlar bilan yordam berishga harakat qiladi-da. Ya'niki ota-ona daji qo'rqadi. Bu kasallik o'zi oilaviy kasallik ham deb hisoblasa bo'ladi. O'sha davrda o'zim bildimki, o'sha bu yo'lga kirdimman, to'xtatishim kerak. Chunki to'xtatmasam, oxiri bundan ham battar bo'lishi mumkin degan qarorga kelib, otamdan o'zim birinchi yordam so'rashga o'tganman. Men qarzim bor ko'chada. Menga pul kerak desam, уже adam qattamdir bo'lsa ham menga topib berardilar o'sha pulni. Qarz olib bo'lsa ham qo'llariga pul tushib qolib, mol-pollarini sotib qolsalar, kerak bo'lsa o'zlari xushomchigimga pul ham topib qo'yardi. Yaxshimi? Noto'g'rimi bu? Endi noto'g'ri ekan. Hozir misol uchun tushunib yetdim. Shuncha davolanish joylarida ham yotdim, boshqa qildim. Erkalik qilib telefon qilardim, olib chiqib keting. Men bo'ldi tavba qildim desam, gapimga ishonardilar, ishonuvchan odam bo'lganlar. Yaxshi ko'rganlar sizni. O'zlari bitta so'zli odam bo'lganlar, ota-onalarini qiynamaganlar, boshqa qilmaganlar. Bizani ham shunaqa bo'ladi. Xudo insof berib qolar. Boshqa deb o'zlarini ayblab yuraverganlar. Bizni iste'molli payt bu narsa hech qaysi ko'zimizga ko'rinmagan hech qachon. Otamlar o'tganlaridan keyin o'sha akamlar hech nimaga qaramadilar deb bizani 3 oylik izolyatsiyaga qamadilar. Biza deganingiz kim? Akam bilan mani. O'sha bizni akam bilan oxirgi paytni geroinni birga iste'mol qiladigan bo'lib ketdik. Aka-uka shunaqa narsa ekanki, men xumorda qolib ketganimni akam ko'tara olmaydi, akamning xumordaligini men ko'tara olmayman. Men akamning xumordaligini ko'rsam, chiqib oxirgi narsamni sotib bo'lsa ham iste'molni hal qilib kelaman. Demak, katta akangiz sog'lom fikrli, sog'lom aqlli sizlarni davolatmoqchi bo'ldilar. Xuddi shunaqa. Akam hamma narsani bilsalar ham bizga ishonardilar, xuddi otamga o'xshab. Hozir shu ishonchni oqlayapsizlarmi, aka-uka? Oqlayapmiz desam ham bo'ladi. Ko'pchilik giyohvand moddalarga ruju qo'yganlar yoki narkomanlar anonim holatda bo'ladi. Siz bizga rozi bo'ldingiz yuzingiz bilan chiqishga. Manfaatli bo'lishi uchun, to'g'rimi Sabri? Albatta, albatta. Bitta sababi bor rozilik bildirganimni, chunki hozirgi kunda mana shu sohada ish faoliyatimni olib boryapman. Maksimal harakat qilyapman shu yo'lga kirib ketganlarni qaytarishga, chiqarishga, yordam berishga. Bu o'zimni olib chiqishimdan shu bitta sababi shuki, men shaxsan bilaman. Hozirgi kunda bu yo'lda qiynalayotgan oilalar bor. Oilalar, ota-onalar, oilalar, aka-ukalari, ularning ayoli. Insonning orqasida qancha insonlar. Xuddi shunaqa, qancha insonlar. Men insonlarning hayotida yashadim. Ota-onasini ham hayotida yashaganman, hozirgi qiynalayotgan o'sha farzandlarini ham hayotida yashab kelganmanki, ularga qanaqa najot, umid bag'ishlash uchun mana imkoni bor. Chiqib ketsa bo'ladi bu yo'ldan. Narkoman tupik emas. Bu boshi ber ko'cha emas. Demak, agar inson juda xohlasa, atrofdagilar yordam bersa, bu yo'ldan chiqish mumkin. Albatta. 12 marta davolanganman. 12 marta davolangan. 12 marta davolandim, 3 marta reanimatsionga tushdim. O'zingiz xohlab davolandingizmi? Yoki uydagilar majbur qildimi? Yoki sog'lom fikr bilan xohladingizmi o'zingiz? Oilamni saqlab qolishim kerak. Xohlaganman, chunki o'sha menda boshqa yo'l yo'q edi. O'sha pul tugay bo'lgan, o'sha qarzga botganman. Ayolimni sezgan, ayolimga ham aytganman men, chunki mana shunaqa iste'molga kirib ketyapman. Bo'ldi, menimcha san bo'ldi. Mana yashamay qo'ygan qizimiz katta bo'lyapti. Men shu o'lib ketaman menimcha deb o'ylaganman. Mana shunaqa xayollarga kelganman.
bo'ldi mani o'ylamagin qizimizni o'ylagan deganman. Bo'ldi man уже yetib kelib bo'ldim chunki iste'mol qilmasam gaplasha olmayapman, yura olmayapman. Shu yoqmayapti уже hamma narsa so'nib ketganda menda. So'nib ketgan. Ko'zimga narsalar ko'rinardi. Shu narsa lampochkada chakiladigan, falgada chakiladigan har xil sigaretga qo'yib chaksa ham bo'ladi. Masalan, shu lampaga tashirdim, chakardim. Shunaqa holatlar bo'lgan, shu ko'zimga narsalar ko'rinardi. Tomlarga chiqib ketardim, uyim tomlariga chiqib ketardim. Iste'mol anaqasida kuchida pichoqli ikkita pichoqni ko'tarib olardim-da, tomma-tom quylab yurardim. Yo'q odam. Yo'q odam, lekin menga shu paytda iste'mol ko'rganimdan keyin ko'rinardi u. Keyin ko'chalarda ham misol uchun chaksam ko'zimga ko'rinib ketardi shunaqa. Oxiri shu uyimga bekim olib podullik tushsam ko'rinaverardi. Sharpalarimiz oxiri gaplashadigan bo'lib ketgandim. Bu dunyodagi gapirish kerak bo'lsa do'zaxda yashaganman deb aytaman. Atrofingizdagilar endi qanchalar do'zaxda yashagan ekan. Otam ham, onam ham, yaqinlarim ham, ayolim ham. Lekin mana hozirgi kunda ularga rahmat deyman. Mani oldimda mana shu поддержка qilib, turib berib, ishonch bildirib turishganiga, oxirigacha harakat qilishganiga o'zimdan o'tganim, o'zim bilaman. Hozirgi kunda mana shu holatda yashayotganlarni, o'zidan o'tayotganlar hammasi o'zi biladi. Bilasizmi nima? To'rtta devor urab turadi hammani xonadoni. To'g'ri. Hozir shunaqa vabo, shunaqa pandemiya kirib keldiki, har bitta xonadonga hammani shukri o'ziga deydi-yu. To'g'ri. Shunaqa holatda. Hozirgi paytga kelib turib, mana sintetikani orqasidan ko'rinmas jangga o'xshataman, kimyoviy urush boshlanganga o'xshaydi. Go'yoki qurol ishlatilmayapti, lekin ham yoshlarning ichida ko'p ommalashib ketgan. Mana shu nashadan boshlagan paytim 1 yil, 2 yil davomida vaqt kerak bo'lgan. Nasha chekadigan odam bilan birga iste'molda yurib, to'g'rimi-to'g'ri oladigan darajaga chiqishim uchun. Hozirgi paytda iste'mol qilmagan odam ham mana shu narsa qiziqsa, shundoq shu joyida o'zini mahallasidan topyapti-da. bu fojiami Tohirjon? Bu fojia. Yig'ilib kechqurunlari mana shu iste'mol qilib o'tirgan paytimda ko'zimdan yoshlar chiqib ketardi. Qo'limga ikkita pichog'imni olardim-da, mana shu ko'zimga ko'ringan odamlar shu sharpam nima deydi? Shu ko'zimga ko'rinadiganlar mana shu ovozlari bilan birga gurillab kelib olardi. Shu osmonga qarab yig'ilib yotardim. Alloh o'zing qutqargin. Sendan boshqa hech kim menga yordam bermaydi. Sen o'zing qudratli zotsan yordam bering, yo'lni ko'rsatgin. Men bunaqa yashagim kelmayapti. Masalan, jonim olsang olib qo'ya qolgin deb mana shunaqa qilib yotardim. Ko'zlarimdan yoshlar chiqib ketardi o'shanda. Tasavvur qiling, mana shunaqa oilalarni bilaman. Endi ismlarini aytib o'tmayman. Oilasida o'g'li giyohvand moddaga ruju qo'ygan bo'lsa, hamma narsani olib chiqib sotgandan keyin bola chaqasi ham ko'ziga ko'rinmaydi, ota-onasi ham ko'ziga ko'rinmaydi. Ota-onasini pensiyalarigacha o'g'irlab olsa, bular bolalari och qolsa, ota-ona bu yerda dorisiga ham pul topa olmasa, Xuddi shunaqa. eng yomoni ota-ona, ayniqsa ona undan ko'ra bolam o'lgani yaxshi edi deydi. Bu ona uchun qanchalar og'ir bu. Mana shunaqa iboralarni ham ko'p eshitamiz, to'ppa-to'g'ri aytyapsiz. Bu juda ham eng oxirgi gap. Mana shu ota-onalar bilan gaplashganimda aytkim keladiki, ishontirib aytkim keladi-da, aytaman bu gaplarni, ko'pincha aytaman. Albatta bor yo'li. Mas bolam deydi, shunga menga juda ham qiyin, charchadim, boshqa qildim. Har bitta gapiga men shunaqa ishontirib gapirishga harakat qilaman haligi insonlarni. Albatta chiqish yo'li bor. Menga ishoning, shu darajada harakat qilamanki, qani imkon bo'lsa-da, otam vaqti bo'lsa, otamni chaqirib haligi insonning otasi bilan gaplashtirib qo'yib, haligi insonga men qanaqa umid boshqatdan yana bag'ishlatish imkonini yaratib bera olasan yoki onasi bilan onamni uchrashtirib qo'ysam, mana shunaqa narsalarni yaratib bergim keladi. Keyin qaram insonning yo'li bitta. Ya'ni yashab o'tayotgan hayoti bitta. Ular bir-biriga shpargalka bo'ladi. Shpargalka bo'ladi. Mani qanaqa tuzatishing mumkin san deydi. Menga shunaqa murojaatlar tushadi. Va birodar, menda mana bu yerda bunaqa holat o'tgan, menda mana bu yerda mana bunaqa narsa bo'lgan. Men unga bersam, qayta abratganlar u meni gapiryapsan-ku deydi. Meni gapiryapsan. Lekin aslida siz o'zingiz gapiryapsiz. Aslida o'zimni gapirayotgan bo'laman, lekin bizda bitta ko'chada yashaymiz. Bitta kemada. Orqaga qarab, o'tmishdagi Tohirjonga nima degingiz keladi? Orqaga qarab. Bilmayman, 1 yil oldin mana shu narsani savol berganingizda javob bera olardim. Hozir lekin faqat bugun-da menda shunaqa. Programma shunga o'rgatib qo'ygan, faqat bugun bilan yashaydi. Bugun toza yashab. Lekin
qanaqadir ichimni qiynagan bir xil paytlar mana shunaqa qildim, qiynadim ota-onamni. Lekin hozirga kelib men minnatdorman o'zimdan o'zim. O'zingizdan, Mana lekin shu sizdan kasallik- atrofdagilar minnatdormi ota-onangiz? Minnatdor. Onam masalan aytadilar, men ishonmasdim sani. Tuzalishing. Tuzalishingga. Baribir yana qaytasan, baribir. Chunki hamma ish qilib ko'rishgan, foyda bo'lmagan. Bu faqat doktorlar tomonidan emas ekanda, shu biologический sferalaringizni tiklaydi, qo'yib yuboradi. Bizga kerak narsa programma ekanda. Boshingizdagi dastur. Balki bo'laklar orqali tayyorlangan dastur haligacha ishlab kelyapti. Butun dunyo foydalanadi bu Va narsadan. natija bo'lyapti. Natija bo'lyapti. Bizda shunaqa jamoalar borda, anonimiy jamoalar bor. Biza bu 12 qadam dasturi bo'yicha davolanib kelamiz haligacha. Siz ham 12 qadam dasturi bo'yicha Albatta, davolandingizmi? 12 qadam Hattoki dasturi bo'yicha. Qozog'istonga ham chiqib kelgan paytlar. Qozog'istonda davolanib, o'sha bazani o'sha reabilitatsiya markazida olib, hozirgi kunda mana O'zbekiston kirib kelgan bu soha, bu dastur. Juda ham katta minnatdormiz. Juda ham bizga o'xshagan Bepulmi? misollar. Bu dastur bepul. Haligacha o'sha dastur orqali men o'zim nazorat qilib kelaman. Hozirgi kunda menda tozalik 4 yil 5 oy. Tozalik deganingiz yaqinlashtirmadingiz Yo'q, qoningizga. iste'mol qilmaganimga Yaxshi, sabr eting. bizda toza чистый трезвый degan ibora borda. Men o'zimning fikrimni aytamanki, трезвый yurish, men shuni bilaman, iste'mol qilmasdan yurish. Xo'p. Toza yurish, bilasizmi qanaqa bo'ladi? Toza yurish men fikrim insonlarga nisbatan, atrofidagilarga, tabiatga nisbatan, o'ziga nisbatan halol yashash. Halol harakat bilan Jamiyatda o'z o'rnini sog'lom topish. xuddi shunaqa sog'lom turmush hayotiga qaytish bu Qaytish. чистый yurish deb men bilaman. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, giyohvandlikka yetaklovchi sabablar: diqqat yetishmasligi, irodasizlik, atrof muhitning salbiy ta'siri, o'ziga ishonmaslik, tez depressiyalar. Giyohvand insonni quyidagi belgilar orqali ajratib olish mumkin ekan: ko'z qorachig'ining o'zgarishi, bosim tebranishlari, xotiraning pasayishi, nutqning buzilishi, beparvolik, uyqusizlik yoki uyquchanlik va hokazo. Bilasizmi, iste'molda yurgan davrimda o'sha uyqu bo'lmasdi menda. Chunki faqat o'y xayolim, bugungi iste'molim, keyin ertangi iste'molim bilan bo'lgan. O'sha paytda ham tungi soat 3 aniq esla olaman. Men hovliga chiqyapman, ya'ni o'sha sigaret chekkan chiqib ketyapman soat 3da. Oilam uxlab yotibdi. Ota-onam derazasini tagiga boraman-da, quloq solaman. Quloq solaman. Onamning davrinasi ko'tarilib ketgan paytlar. Mavzu faqat men. Mavzu faqat qaram inson. Qachon tuzalar ekan, nima bo'lar ekan, nima yo'li bor ekan, o'lib ketmasmikin, kasal orttirib olmaganmikin degan tashvish bilan o'sha soat tungi 3da ham ota-onam bir-birlaridan vaqotda gaplashishyapti, hamdard bo'lishyapti bir-biriga-da. Ammo hozirgi kundagi vaziyatimni aytib beraman sizga. Allohga hamd etib, ertalab ko'zimni ochaman. Ota-onam oldiga chiqaman, dasturxonimga o'tiraman. Farzandlarim oldimda, ayolim oldimda. O'sha davr esimga tushib, ota-onamning ko'ziga yuziga bitta qarab qo'yaman. Ularning yuzida men xotirjamlikni ko'raman. Ayolimning yuzida xotirjamlikni, tabassumni ko'raman-da. U payt menga orzu bo'lgan o'sha narsani tomosha qilish, ko'rish, ishonasizmi? To'g'ri. Akangizam ham sizga gapirgan paytlari bo'lganmi? Kim? Keyin oilani saqlab qoling. Albatta, albatta. Tashlab ketmoqchi bo'lmaganmisiz siz? Yo'q, albatta juda ham qattiq podдержка qilgan. Juda ham qattiq men qaysidir tomonlarim yoqqan ekanki, yaratganga meni Alloh ota-ona bilan siylab qo'ydi. Jigarlar bilan siylab qo'ydi, singillarim bilan, zalotoy singillarim bor. Ayolim bilan qaynonalarim. Shohrux aka Habibullayevich narkologimizda borlar. Katta professor, doktor O'zbekistonda. O'sha inson menga katta hissalarni qo'shdilarni ayta olaman. Tuzalishimga. O'sha inson meni oldilariga oldilar. Ularda частный klinika bor. Xususiy klinika. Xususiy klinika bor. Ular oldilariga sabrdin keling uka, men bilan ishlang. Menga yordam bering. Balkim o'sha davrda chunki ko'pchilik ular bilan bog'langan, o'sha Yevropalardan keladi, bog'lanishgan Qozog'istonlarda o'shanaqa doktorlar birga ishlashganda, ular bilgan ekanlar. Endi qaram inson vaqtda qanaqa immunitet hosil bo'lguncha mana shu sferada yurish kerak. Doktorlar nazoratida, konsultantlarning nazoratida, rukovoditellar nazoratida yurish kerak degan qanaqa tushuncha bergan bo'lsa, Shohrux aka meni chaqirib olganlar. Xohlab yordam bergilari kelgan. Ishonganlarki, menga bu gap yetganlarki, otamga bu gap yetganlarki, hali sabridan deganlar bu yo'ldan chiqib, o'zi davolaydi bolalarni. Shohrux akam. Kimgadir yordam bersam, narkotikdan olayotgan efari ham o'sha yordamni olaman.
bizda mana O'sha emotsiyani bu yoqqa yo'naltirasiz. yo'naltiramiz. Ota-onalarga bizga yordam bersa, kimdir rahmat bolam, o'g'limga yordam berding, tuzatding deb qanaqadir duo qilib qo'ysa, o'shandan men kuch olaman, o'shandan men maza qilaman. Mana hozir Xudoga shukr. Hayot boshqacha, sog'lom hayotda ham yashasa bo'ladi, iste'molsiz ham yashasa bo'ladi. O'zimdan xursandman, chunki sog'lom fikrlayotganimni sezaman, gaplashaman. O'ylamayman-da, masalan, qaltirab qayerdan pul topiykan, qayerdan hozir borib iste'mol qilib olaykan degan narsalar yo'q уже. Hayotga qiziqish paydo bo'lgan, oldingi maqsadlar qo'yib qo'yganman. Ota-onamni rozi qilib, oilamni ro'shnolik olib ishlab katta yaxshi pullarni qilib qo'yganman. Man shu yoshligiga yetgan bo'lardim yoki yoshi kattaligiga yetgan bo'lardim. Hozirgi sintetikada man buni iste'mol qilib ko'radigan narsa ko'payib ketyapti. Bilmayman nimaga bunaqa. Kimyoviyda ham yo'q, tabiiy masalan iste'mol vistodi uzatildi. Bularda ham yo'q bu narsa. Lekin imенно sintetikada mana shuni iste'mol qilib ko'rdim, ko'p bir-biriga tarqatib tashlayapti. Lekin уже ikkinchi kuni kelib turib shu narsani berginsa bermaydi. Bilmayman bu narsa qanaqa tomonlardan boshqarilyaptimi bu narsa. Yoshlar rad etsin, yoshi kattalar orqali qarasin. Ko'pchilik ishlab tashlayapti. Shu narsa kirib pulga katta masalan yoki taklif qilib tashlayapti ayollarga, yosh bolalarga. Shu narsalarga qarasin, hamma o'zini masalan mahallasiga qarasin deyman. Har xil ishlar bo'lib ketyapti mahallaga. Kimdir o'sha narsasini bekitib ketyapti. Kimdir yurtdan kelib olib ketyapti yoki kimdirlar mahallada o'sha iste'molda yuribdi. Hammani majburiyat deb hisoblayman-da. O'sha yoshi katta bolalarni, erkaklarni ko'z quloq bo'lish, Ogoh bo'lish kerak, ogoh bo'lish kerak. Yoshligiga aytadigan gapim, to'g'ri, ko'p o'g'il bola qiziqishdan bo'ladi. Bir marta qilsa hech narsa bo'lmaydi deydiganlar bor. Bir marta qilib ko'rsa, har xilni qilib ko'radi. Har xilni qilib ko'rgandan keyin bu narsa baribir ham yoqadi. Narkotik shunaqa narsa-da bu. Srazu aldab qo'yadi. Buni bora iste'mol qilgandan keyin bo'ldi, shu qaram bo'ldi deyapti. Bu qaram bo'lgandan keyin usiz na bir ishini qila oladi, na bir oilasiga shirin muomala qila oladi. Buzilib ketadi miya. Faqat o'sha faqat manga bo'lsin bo'lib qoladi, o'sha egoist bo'lib qoladi. Narkotik uchun hamma narsa ish qiladi. Eng katta yo'qotishim nima bo'ldi? Hali hayot oldin hech narsa yo'qotmadim. Endi yo'qotgan bo'lsam, mana shu vaqtimni, umrimni yo'qotgandirman-da. Eng yosh paytingiz bo'lganda? Yosh paytimni yo'qotganman-da. Hozir yurib tursa, hali hammasi oldinda. Hammasini o'xshatamiz inshaalloh. Xudo xolasa. Qadrli ota-onalar, qadrli opa-singillar, aka-ukalar, bu yo'lda qiynalayotganlarni bilan birga qiynalayotganlar ya'ni qo'sh qaramlar desa ham bo'ladi. Bu yo'l oxiri emas, albatta chiqish yo'li bor. Albatta o'sha sog'lom hayotga chiqish yo'li bor. O'sha ilgarigi farzandingizni yana ko'rishim uchun imkoniyat bor albatta. Lekin o'ziga yarasha qilish kerak bo'lgan nima sabablari bor. O'shalarni qilinsa, o'sha keraklicha mutaxassislar bilan ishlanilsa, chiqib ketish yo'llari albatta bor. Hozirgi kunda juda ham ko'payib ketgan. O'zbekistonda hozirgi kunda markazlar, bunaqa kasalliklar bilan kurashayotgan, ishlayotgan markazlar ko'payib ketgan. Murojaat qilsanglar bo'ladi bemalol. Mutaxassislar ko'p. O'zbek zabon yigitlar ham ko'payib ketgan. Chunki mana 4 yil ilgari O'zbekistonda bunaqa mavzu rivojlanmagan edi. Kurashayotganlar, hozirgi kunda o'zbek zabon yigitlar, ya'ni yigit qizlar ko'p. Yordam berayotgan, bu etapdan chiqib turib yana o'zi shunaqa qiynalayotganlarga yordam berayotganlar ko'p. Murojaat qilsanglar bo'ladi. Mana menga murojaat qilsa bo'ladi. O'zimizda ham ochdik. Yordam berish uchun yaxshi makon ochdik, yaxshi uy ochdik. Maqsad shu bitta, yordam berish. Shu vaziyatdan foydalanib otamdan, onamdan, singillarimdan, yaqinlarimdan menga o'sha davrda qiynalganimda bosta kasbiga yordam bergan xolalarimdan
amakilarim, ammalarimdan, og'alarimdan yetkazgan kamchiliklarim uchun, ozorlarim uchun hammasi uchun uzr so'rayman. Hozirgi kunda juda ham hammaligiga ulkan, juda ham katta minnatdorchiligimni bildiraman. Menga haligacha ham o'sha qo'llab-quvvatlab, yordam berib, eshitib kelishayotganligi uchun. Ayolimdan ham. Mana shu iste'molni boshlaganimdan beri ota-onam 12 yil kutgan mana shunaqa ovqatlar qilib berishimni o'zimni qo'lim bilan. Keyin yaxshi kunlarda, bayramlarda o'zim qilib, o'zim dasturxonga olib borishimni kutishgan. Hozir mana shu kapkir ushlashingiz ham bir baxtmi oila a'zolaringiz uchun ham? Albatta, oila a'zolarim uchun avvalambor, keyin mana yerda tuzalish jarayoniga o'tgan yigitlarga o'zim qo'lim bilan harakat qilaman. O'sha haftada bir marta bo'lsa ham, 2 haftada bir marta bo'lsa ham, mana shunaqa oshmi yoki bo'lmasa boshqa qanaqadir ovqatlarni tayyorlab berishga. Nimagaki, meni ko'rib yoki bo'lmasa mana sog'lom hayotga o'tgan bolalarni ko'rib, ular o'ziga qanaqadir primer qilib oladi. Demak, meni ham qo'limdan keladi mana shunaqa yashash, o'zim ovqat qilib bera olmayman degan tushuncha bilan harakat qilishga ham biz turtki bo'lamiz. Mana shu kapkir ushlashni ham mana shu qayta tiklash markaziga o'tib, tuzalish jarayoniga o'tgandan keyin o'rganganman. O'zi Ma'lumotlarga ko'ra, dunyoda 500 milliondan ortiq inson giyohvandlik dardiga yo'liqqan. Ulardan aksariyati 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar. Buning oqibatida har yili 200 mingdan ortiq inson hayotdan ko'z yumarkan. Dunyodagi sodir bo'layotgan jinoyatlarning 57% ham giyohvandlar hissasiga to'g'ri kelarkan. Ogoh bo'lish, bu vaboni oldini olish har birimizning burchimiz va vazifamizdir.